Issiqqina tandirdan yangi chiqqan stullarimizni hurmatli mijozlar, bu xonadonga Abdulaziz akaning xonadonlariga bir hafta oldin tashrif buyurgan edik. Yong'oq hamda yasendan ishlangan mehmonxona to'plamini svetli rangdagi, och rangdagi mehmonxona to'plamini qo'yib berdik. Bir haftadan keyin buyurtma asosida tayyor bo'ldi. Yong'oqdan ishlangan stolimizni, ustunlari ham juda chiroyli ishlangan, 3 xil rangdan foydalanilgan. Yong'oq shifonimizga o'lchamlari 2,5 ga 1,10 bo'lgan. Stolimizning ustlariga ham yong'oq shifon ishlatilingan. Sargi yog'och karkas qismlari yong'oqdan, 4 ta katta oyog'i ham yong'oqdan, undan tashqari bonus sifatida 4 ta kalta oyoq xontaxta bo'ladigan yong'oqdan ishlangan oyoqlarni ham qo'shib berganmiz. Komplektatsiyamiz 10 person. Stullarimiz juda ham chiroyli, sifatli bo'lgan. Bo'ylari ham o'tirishga qulay ishlangan 207 modelimiz. Kimga narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgilarini qoldirasizlar. Xudo xolisa narxlarini sizlarga yetib o'tamiz. Hurmat bilan, Arli Mebil jamoasi.